Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 22-fevral yakshanba 2026-yil. Ishtonchalar yosh bolachalarga nech pul bunisi? Hammasi 3,5 ming so'mdan ekan. Pachkaga, donaga ham sotyapsizmi? Faqat pachkada 10 tadanmi? Pachkada 15 tadan ekan. 3,5 ming so'mdan ishtoncha. Materiali nima buni? Ikki poliester ekan materiali. Bular ham bir xil. Bu necha yoshga tushadi bular? 4 yosh 5 yoshga tushar ekan. Bu-chi? Bular 9 ming. Mana 9 ming so'mdan ekan. Pachkaga 9 ming so'm. Donaga necha pul? Yo, donaga yo'qmi bu? Pachkada nechtadan bu? Pachkada 2 tadan bo'lar ekan. Necha dedingiz? 3 xil rasvetkasi bor ekan. Yoshini necha yoshdagi dedingiz? 3 yosh? 2 yosh, 3 yosh ekan mana. Telefon nomeri bormi yo'qmi? Nomerlari 94lik 020 25 20 shu nomerga telefon qilaverasizlar. Bozorning manzili shu Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. Oladigan odamlar telefon qilsin kali. Sotuvchilarning nomerini ham olish qiyin bo'lib ketyapti-da, shuning uchun bozorning manzili qayerda deb ham bular bo'lmasga telefon qilavermanglar. Bozorning manzili videoda aytilyapti-yu.